Assalomu alaykum. Ma'shuqaning sirlari kursimning 9-bonus darsiga xush kelibsiz. Siz bilan Hilola Yusupova. Sekin astalikda hamma kirishini kutamiz va darsni boshlaymiz. Ungacha esa men Telegram kanalida ham voice chatni ochaman. Telegramdan ham chunki juda ham ko'p qizlar kutishyapti. Assalomu alaykum. Qaysi shahardan, qaysi davlatdan kuzatyapsiz? Yozing. Menga bu qiziq. Qayerdan kuzatyapganingiz? Уже 528 bo'ldik. Ma'shuqaning sirlari darsini juda ham ko'pchilik kutayotgan edi. Otiflardan chunki ko'rdim. Hilolaning kundaligida yozibsiz. Ma'shuqaning sirlarini bitta dona bo'lsa ham darsini bering, o'ting deb. Mana sizga va nihoyat Ma'shuqaning sirlari darsimni birini hadya qilyapman. Bishkek, Xorazm, Samarqand, O'zbekiston, Shvetsiya, Qo'qon, Samarqand. Samarqandliklar ko'p. Toshkent. Chirchiqdan. Juda ham yaxshi. Xo'sh, bo'lmasam, men sekin astalikda kommentariyalarni o'chiraman. Faqatgina bilishim keraklik bo'lgan narsa, yaxshi eshitilyaptimi sizga? Shuni aytsangiz bo'ldi. Agar yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, men kommentariyalarni o'chiraman, sizga ham xalaqit qilmaslik uchun. Chunki bilaman, kommentariya men yuzimni yopib turadi. Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, demakki, выключить kommentariya qildim. Bo'ldi. Endi esa Telegramda ham ochaman, chunki Telegramda Instagram'i yo'q. Qizlarimiz juda ham ko'p va Telegramda ham ochdim. Bo'ldi. Ana endi boshlasak ham bo'ladi. Har doim jonli efirlarimni, umuman darslarimni bir hikoyadan boshlayman. Sizga ham osonroq tushunilishi uchun hamda bu darsdan oldin qanday bir hayotni yashayotganingiz yoki bo'lmasam qanday hayotlarni boshqa insonlar yashayotganini yetkazib berish uchun. Va bugungi hikoyam esa bir g'uncha haqida. Bir g'uncha bor ekan. Bu g'uncha bir bog'da o'sibdi, ulg'ayibdi, go'zal bo'libdi. Bu g'unchani bog'ida yomg'ir yog'ar ekan, bu g'uncha yomg'irlarni sevar ekan va bu g'uncha sekin astalikda atirgulga aylanibdi. Atirgulga aylangan vaqti bo'ldi. Endi sen atirgulga aylanding, seni endi boshqa bog'ga ko'chirib o'tamiz deb aytishibdi. Undan keyin xo'p debdi. Qanday bir bog'ga? Seni kelib kaktus olib ketadi debdi. Undan keyin atirgul hayron bo'libdi. Voy, meni kaktus olib ketadimi? Ammo men bu bog'ga o'rganganman. Undan keyin unga ham o'rganasan. Bu atirgulni olishibdi va cho'ldagi bir kaktuslarning yoniga qo'yishibdi. Atirgul cho'lga boribdi. Cho'lga sekin astalikda o'rganishga harakat qilibdi. Kaktuslar bor ekan yonida, juda ham ko'p. Voy, bu kaktuslar quyoshni yaxshi ko'rar ekan, bu kaktuslar qumni yaxshi ko'rar ekan. Hech o'rgana olmabdi atirgul. Yig'lar ekan, kecha kunduz yig'lar ekan, qani meni bog'im derkan, qani meni yomg'irim derkan. Bu cho'lda har kuni quyosh, jazirama quyosh, har doim qumlar, issiq qumlar. Bu kaktuslarni aytmaysizmi? Tek faqatgina men bu yerda atirgul. Bu kaktuslarni hech birini men ko'rmayapman derkan. Yillar o'tibdi. Atirgul sekin astalikda so'lishni boshlabdi. Barglari to'kilishni boshlabdi. Atirgulni hech bir kaktus tushunmas ekan. Yomg'irni qanday qilib sevish mumkin bir o'simlik derkan. Kaktuslar qara, qanday quyosh bor derkan. Atirgul kaktuslarni tushunmas ekan, kaktuslar esa atirgulni. Shunday qilib, cho'lda 1186 bo'ldik. Bu narsani men amayla screenshot qilmoqchi edim va Telegramda ham qancha bo'ldik?
Telegramda ham 264 bo'ldik. Yaxshi. Va bir kuni Atirgul o'tirib, yig'lab o'tirganida, qara, so'lib boryapman-ku, kundan kunga bu kaktuslarning yonida deyotganida, bir kuni bir tuya o'tib ketayotgan ekan. Har yili tuya bu Atirgulni ko'rar ekan. Undan keyin aytibdi: "Atirgul, nima bo'ldi senga? Oldingi yillardan ko'ra yanada so'lishni boshlayapsan" debdi. Undan keyin Atirgul aytibdi: "Men bu kaktuslarni tushunmayapman" debdi. "Men olib ketgan erkak kaktusni esa hech tushunmayapman" debdi. "Men uni tilida gaplasha olmayman, u esa meni tilimda gaplasha olmaydi. Va bu yerga hech moslasha olmayapman tuya" debdi. Undan keyin tuya aytibdiki: "Atirgul, balki bu kaktuslar yashayotgan hayotni yasharsan. Balki bu kaktuslar ko'rayotgan quyoshni u kaktuslarning ko'zida ko'rarsan." Ammo Atirgul aytibdi: "Menga yomg'ir yoqadi, quyosh yoqmaydi, menga jazirama issiq yoqmaydi, menga shamol bo'lsin, shular yoqadi." Ammo Atirgul, bu yerga keldingsan, bularni ham ko'zida ko'r bu dunyoni. Bu dunyoga bir qara, balki cho'lni ham sen go'zal bir bog'ga aylantirarsan. Undan keyin Atirgul aytibdi: "Mayli, harakat qilib ko'raman." Tuya ketibdi, yo'lida davom etibdi. Sekin astalikda Atirgul kaktuslarning tilida gapirishni boshlabdi. Undan keyin aytibdi: "Siz qanday qilib quyoshni sevasiz?" Kaktuslar aytibdi: "Bilasanmi Atirgul, har doim quyosh chiqayotganida bir qara, qanday chiroyli quyosh. Va har kuni bu quyosh senga chiqadi." Undan keyin Atirgul mayli debdi. Har kuni quyoshga qarab, kaktuslar qanday u quyoshni kutib olayotganini ko'ribdi. Undan keyin esa sekin astalikda har kuni bu jazirama issiqqa, bu qumlarga sekin astalikda o'rganishni boshlabdi. Atirgul sekin astalikda bu kaktuslarning tilida gaplashishni boshlabdi. Undan keyin oradan vaqt o'tgach, sekin astalikda Atirgul bu kaktuslarni tilini bilibdi. Kaktuslar esa bu Atirgulni nimaga yomg'irni sevishini, nimaga shamolni sevishini va shunday qilib birinchi navbatda Atirgul kaktuslar nimani sevishi, ularni dunyosiga qiziqib, ularni tilida gaplashishni boshlabdi. Keyin esa kaktuslar Atirgulni tilida. Va shunday qilib bu yerda hikoyani shu yerda to'xtatib turaman. Atirgulni qolgan hikoyasini esa jonli efirni oxirida aytib beraman. Endi esa ma'shuqaning sirlariga qaytadigan bo'lsak, birinchi navbatda sizga aytadigan gapim, bilasizmi, biz oila qurgan vaqtimizda hech qachon ajrashamiz deb qurmaymiz. Bizning bir to'la niyatlarimiz bo'ladi. To'ylar qilamiz, katta bilmadim bir karnay surnaylar bilan, chiroyli liboslar bilan uydan chiqamiz va aytamizki, "Men baxtli bo'laman. Men bu erkakni baxtli qilaman va men ham baxtli bo'laman." Va bu erkak ham baxtli bo'lish uchun uylanadi. Hech bir inson menimcha ajrashish uchun, baxtsiz bo'lish uchun uylanmaydi yoki bo'lmasam turmushga chiqmaydi. Va vaholanki shunaqa bo'lgan taqdirda ham hozir dunyo bo'yicha 50% ajrashishlar kuzatilmoqda. Ayniqsa bu ajrashishlar 18-35 orasida bo'lib o'tmoqda. Aynan yoshlarda juda ham ko'p ajrashishlar bo'lib o'tmoqda. Nima uchun? Aytaymi, biz insonlarda aslida ayollarda ham har bir insonning o'zining o'qiydigan bir funksiyasi bo'ladi. Masalan, deylik, uyingizga bir stiralniy mashina oldingiz. Bu stiralniy mashinani olganingizdan keyin oldingi stiralniy mashinangizdagi emas yoki bo'lmasam boshqa stiralniy mashinadagi emas. Instruksiyasini o'qiysiz, aha, demakki bunga parashok solish kerak, undan keyin buni qilish kerak, undan keyin 30 darajaga buni qilish kerak va instruksiyasini o'qiganingizdan keyin qanday qilib ishlatish kerakligini bilganingizdan keyin bu sizga juda ham oson bo'ladi. Xuddi shunday insonlarda ham har bir insonni o'zini instruksiyasi bo'ladi. Har bir erkakning, har bir ayolning, meni ham o'zimning instruksiyam bor yoki bo'lmasam har bir erkakning, sizning erkagingizni ham, sizning sevgilingiz, eringiz, aşkıngizni ham bir instruksiyasi bor. Faqatgina hozir siz balki bu instruksiyani bilolmayotgandirsiz.
o'qiy olmayotgandirsiz va men shu instruksiyani o'qishda yordam berish uchun bu darslikni sizga havola etmoqchiman. Havola. Qayerdan keldi bu gap, men bilmayman. Hozir yonimda kompyuterim bor. Bitta voice chatga ham qarayman. Voice chatda 376 inson o'tirgan ekan. Yaxshi. Sizga ham qattiqroq gapirishga harakat qilaman. Instagrami yo'q, Telegrami borlar. Xo'sh. Bilasizmi? Sevgining aslida umri 2 yil bo'ladi. Yani bizlar men bilmaydim. Voy, men sevdim, o'ldim, sevib qoldim deydigan sevgimiz bor-ku. Shuni aslida umri 2 yil bo'ladi. Ba'zi bir insonlarda bu sevgini umri 1,5 yil, ba'zilarda 2,5 yil bo'lar, lekin o'rtacha 2 yil bo'ladi sevgining umri. Bilan men ro'zo'yu achki bo'ldi, o'ldim, qoldim, sevdim deydigan, kechalari borib, undan keyin gullar beradigan yoki bo'lmasam qizlar qanaqadir bir hamma narsani tashlab bu insonni orqasidan ketadigan bu sevgini faqatgina yili umri 2 yil bo'ladi. Nima uchun 2 yil bilasizmi? Chunki agar bu sevgini umrini biz 15 yil yoki bo'lmasam 20 yil bo'ladigan bo'lsa, bu sevgini umri bizda o'zimizni shaxsiy hayotlarimiz bo'lmaydi. Masalan, bilasizmi, juda ham ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak, sevgisi uchun uyidan qochib ketgan qizlar, sevgisi uchun bir yigit uchun masalan o'qishini